bolalar yuz-yurak jarrohligi bo'lganligi hisobiga yosh bola yotgan. Assalomu alaykum. Men ismim Saydrahim. Toshkent kimyo xalqaro universitetining stomatologiya fakultetini 1-kurs bitiruvchisiman. Hozirgi paytda Toshkent davlat tibbiyot universitetining bolalar yuz-yurak jarrohlik bo'limida amaliyot o'tkazaman va xususiy klinikada ish faoliyatimni yuritaman. Kelinglar, hozir sizlarni ish faoliyatim bilan tanishtiraman. Ketdik. Demak, bu yerda bizani основной operatsionni xonamiz, hozir bu yerda bemorni ko'rishyapti. Xona hamma kerakli оборудованиялар bilan jihozlangan, resirkulyator, instrument turadigan kvarts box. Oilada bizda hamma medik desa bo'ladi. Hammani yana istoriyasi namudronniy. Kimdir yo'qotgan, kimdirga nimadir sababchi bo'lgan meditsinaga kirish uchun. Meditsina shunaqa sohaki, o'qimasa bo'lmaydi. По-любому o'qish kerak, yaxshi specialist bo'lmoqchi o'qish kerak. Ikkinchisi, немаловажный faktor, bu odamning qahri qattiq bo'lishi kerak. Vaqti kelganda odamni oddiy transportda ko'rishga to'g'ri keladi. Faqat anatomiya ko'rishga to'g'ri keladi. Bir xil vrachlar bor, yillab tajribani oshirish uchun assistirovat qilishadi, praktikalarga borishadi, o'qishadi. Lekin o'ziga kelganda, masalan, operatsiyani qildi berib qo'yishgan paytda qo'rqadi. Nima qilishni bilmaydi, qo'llari qaltirashni boshlaydi va unaqa qiluvchilarda xato qilishning ehtimoli ancha ko'p. Endi o'qishga topshirganimdan keyin birinchi 2 oy adaptatsiya juda qiyin bo'lgan. To'g'risi men lekin hayron qolganman. Shu xususiy universitetlar shunchalik bilim bera olishidan, shunchalik tizim o'qishligidan, shunchalik studentlarni o'qi deb ustozlar harakat qilishidan hayron qolganman. Baribir hamma ustoz biladi, o'qigan o'qiydi, o'qimagan u bilganini qilib yuraveradi. O'qiydigan studentlarga individualniy moslashib, o'zlari yordam berishga harakat qiladi ustozlarimiz. Qo'shimcha praktikalar topib beradi yoki o'ziga shogirdlik oladi, yoki ilmiy ishlar yozishga harakat qiladi studentlar bilan birga. Birinchi 10 ta operatsiyam, примерно birinchi 10 ta operatsiyam og'iz bo'shliqda o'tgan, shilliq qavatda. Va shunaqa bo'ldiki, bir kun bizaga Toshkent davlat tibbiyot universitetiga praktika qo'yishdi. Bu yerda birinchi kunimdan ustoz o'zaro savol-javob o'tkazdilar studentlar bilan. Kim shu savolga javob bersa, hozir operatsiya bo'lyapti, o'sha yerga kiradi dedi. Operatsiya jarayoni o'tayotgan bo'lgan, kirganimda o'sha как положено formalarni kiyib, qalpoqlarni kiyib, maskalarni kiyib qarab turganman. Men o'ylaganman, уже shuncha operatsiyalar ko'rganman, og'iz bo'shlig'ida, shilliq qavatda. Bu operatsiya hech bo'lmasa kerak deb o'ylaganman. Bu operatsiya ham xuddi shunaqa oddiy kechadi deb o'ylaganman, chunki qondan qo'rqishim yo'q edi. Keyin operatsiya jarayoni boshlandi, operatsiya bo'lyapti. Bolalar yuz-yurak jarrohligi bo'lganligi hisobiga yosh bola yotgan, flegmonotomiya operatsiyasi, ya'ni pastki jag' kesilgan. Vrachni birinchi ошибкасы odamning anatomiyasiga emas, именно patsientga qarash. Odam ko'rayotgandek qarash. Shu narsasi minus deb hisoblayman. Ko'pchilik qahri qattiq bo'lish kerak, baribir. Shuni bolachani yuziga qaradimda, shuni kesmay qaradimda, rahmim kelib ketdi-da, shuni o'zim tashlab oldim. Shundan ketib qolganman. O'sha narsa menimcha eng zapominaющийsi bo'lgan. Aytib o'tishga majburman. Bizning universitet faol o'zini ko'rsatadigan studentlarga har doim qo'llab-quvvatlagan shunaqa studentlarni grantlar o'tgan yil adashmasam 62 ta grant berildi. Meditsina o'quvchilarining o'ziga, meditsina fakultet o'quvchilarining o'ziga 62 ta grant berildi. O'zi bu yerda amaliyot yuritadigan talabalarning ichida kimyo xalqaro universitetida o'qiydigan talaba faqat menman. Ustozimning tajribalari juda ham katta. Chet eldan kelgan vrachlarni kurslarida qatnashadilar, qimmat kurslarda o'zlari ishtirok etadilar. Endi shogirdchilik baribir menga seriozli qarasalar ham, o'shib tursalar ham bilaman sevgilarini. Endi menga boshqacha qarashlarini bilaman baribir. Oldimda uncha maqta va naqa qilmasalar ham, ustozim o'zlari ham kiyotdilar kaklas. Assalomu alaykum. Nima qilyapsiz? Yaxshisiz. Shogirdim ko'rsamasdan yaxshi. O'zini ustida ishlaydigan, o'qiydigan, o'zini kamchiliklarini ustida ishlaydi. Kamchilik, xato qilishdan qo'rqmaydi asosiysi. Hamma o'ziga yarasha baribir kamchilik bo'ladi. Shu kamchiliklarni xohlasa ustida ishlab bartaraf qilsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Asosiysi shu tempni yo'qotmasdan ishlash kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak, ilm izlash kerak. O'qish bilan bu praktika hammasi har doim birga bo'lishi kerak. Xudo xolasa o'shanda nimadirlarga erishadi. Xudo xolasa professor bo'lishni kutamiz. Tezlashtirib operatsiyaga kiramiz.
Endi hozir operatsiyaga tayyorgarlikni boshlashim kerak. Narsalarni tayyor qilib qo'yib, kelinglar sizlar bilan operatsiya mobaynida birgalikda bo'lamiz.